Assalomu alaykum. Menda ko'ruvchilar soni ko'payib, boshqa bo'lib, yana nimalar ham. Har xil savollar ham paydo bo'lyapti. Kim bu bola, qanaqa bola? Surbatdan deganlar paydo bo'lyapti. Ularga ham bir javobim aytib qo'yaman. Men ham oddiy mana shu sizlarga o'xshagan odamman. Sizlar o'sha qanchalik gunohkor banda bo'lsalaring, men ham shunchalik bandaman. Gunohlarim o'zim bilaman, savoblarim o'zim bilaman. Yashash tarzim ko'rib turibsizlar, mana shunaqa yashayman. Men o'rtacha yashashni xohlamaganman. Hech qachon xohlamaganman, rozi bo'lmaganman. Bittasi yozibdi-da, 1 million pul topadigan bo'lsang qanday qiynalasan, bu erta deb-da, bu o'shanga qaytib yozib qo'ydim-da. Bu sen uchun erta 1 million pul topish. Boshqa qilish nima sen uchun bu narsa haligi yetib bo'lmas narsa-da, men uchun hech narsa emas. Men doim shunaqa ishlab kelganman deb aytdim. O'sha oldingi video bu borada to'xtalib o'tirmoqchi emasman. O'sha insonga yozdim ham. Sana aqling yetmaydi. Sana aqling shu 1 million degan joyda to'xtaydi. Nima? Men qanaqa odamman? Men shakllandim. O'sha menda ko'p vaqt bo'ldi. YouTube'da olimlarni, nimalarni chiqishlarini ko'rib, 2,5 soatlik videolarni kerak bo'lsa 2 martadan ko'rib chiqqanman-da. Menda har xil savollar paydo bo'ldi. Rossiyaga ketish fikri men Xorazmga bormasimdan oldin paydo bo'lganda. Men Rossiyaga ketaman, ketmasimdan oldin bitta inson bilan gaplashib, shu insonga men shu narsalarimni aytib ketaman deb 3000 kilometrli yo'lga chiqdim-da, Xorazmga bordim. Kimni izladim desa, o'sha hozirgi kunda eng haligi nima deydi, trenddagi odamni. Men o'rtacha odam bilan gaplasha olmayman-da bunaqa masalalarda. O'rtacha odamlar mana nimasini ko'rib turibman. Fikrlarni yozyapti, boshqa qilyapti. O'ta haligi saviyasiz odamlar yozyapti deb o'ylayman-da, bunaqa har xil narsalar. O'sha odam bilan gaplashaman deb men kambag'al bo'lib qolib, haligi pulim qolmay qolib, nima qilganim yo'q. Men 4 million so'mga eng zo'r mashinani zakaz qildim. Malibu zakaz qildim. 4 millionga olib borib kelishga gaplashib, ovqatlanishigacha ko'tarib haligi odamni olib borib keldim-da. Men shunaqa yashashim kerak. Yashasam shunaqa yashayman. O'rtacha ilimliqlanib, sumalanib yashamayman. Men shu narsalarni gaplashmoqchi edim u odam bilan. Ko'p narsa bor edi mening miyamda. O'shalarni gaplashib, keyin o'sha narsalarni aytgandan keyin Rossiyaga chiqib ketaman degan bir nimam bor edi. Lekin u inson o'zini ko'rsatmadi. Men Toshkentga bordim. Toshkentdan ketdi deyishdi. Keyin Xorazmga ketdi deyishdi. Xorazmga bordim. O'sha rayonlariga tushib hamma bilan gaplashdim. Militsiya tayanch punkti bor ekan, o'sha yerga borib ular bilan gaplashdim. Mana shunaqa inson kerak. Huquqshunos, siyosatshunos, shunaqa odamni izlayapman men. Bittalari savol berdi-da, dinchimi bu odam, siz izlayotgan odam? Yo'q, dinchi bas. Nima, shu huquq tomonidan menga yordam kerak, huquqiy masalalarda. Shuning uchun izlayapman desam, Farg'onada huquqchilar yo'qmi deyishdi-da. Men ko'rmadim to'g'risi. Farg'onada bunaqa otilib chiqqan huquqchini ko'rmadim men. Shuning uchun izlab bordim, lekin qorasini ham ko'rsatmadi bu odam. Mayli, imeyt prava, o'zini nimasi, xohishi. Keyin kelganimdan keyin ozgina panika qildim, nimaga chiqmaydi, men boraman-u. Men shunaqa tushunaman-da, men 3000 kilometrdan bitta odam kelsa, men haligi nimanidir bahona qilib turib, shunchaki ignor qilib yuborsam, shunchaki ko'rishmasam, bilmayman, men tasavvurimga ham sig'maydigan narsa-da bu.
Men shuning uchun umid qilib boravergan edim haligi. Chiqadi baribir. Nima inson-ku u ham nima ming haligi Mantiskoni yonida bo'lsa ham, boshqa joyda bo'lsa ham, uyini topsam baribir uyida bo'ladi-ku, ota-onasini yonida bo'ladi. Dam olgani ketgandan keyin. Bilardim u insonda ish ko'p, vaqti yo'q, boshqa. Lekin Xudoga shukr o'zimga kerakli narsalarni olib keldim o'sha Xorazmdan. Qaytishda Samarqandga tushdim. Bir qancha joylarni ziyorat qildim. Endi mana oxirgi video deb video qo'ygan edim. U videoni ko'rib turib yana video qo'yyapsan-ku deganlar paydo bo'lyapti-da. U o'zini odami bor u videolarda. Men kimlargadir atab qo'yganman u videoni. U sizga emas. Siz ortiqcha kallangizni qiynab o'tirmang bunaqa masalalarda. Sizni kallangiz bunaqa masalalarda yetmaydi. Men sizga dangalini aytyapman. Men Farg'onani sentrida bir oydan beri ana shu mard insonlarni chaqirib bir oydan beri kutyapman. Bir oydan beri chiqish qilyapman. Bir oydan beri ko'chalarda mashinamni bor ovoziga qo'yib olib, sen agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoningman vatan degan qo'shiqni eshitib, shu Farg'onani ko'chalarini ko'rib, aylanib, balki oxirgi marta ko'ray turgandirman, ehtimol qaytib kelmasman degan nimada shu aylanib, ko'rib, odamlar bilan suhbatlashib yuribman. Xudo xolasa o'sha insonlarga ketmaysanmi, Rossiya nima bo'ldi deganlarga aytmoqchiman. Ketaman, hijolat bo'lmanglar. Qalblaringni ezmanglar. Bu ketmas ekan, endi shatda yurib bizni ko'timizni ochib tashar ekan deb o'ylamanglar. Yo'q, men ketaman. Prosta pasportim chiqishini kutyapman. Keyin 26-ga planlagan ishlarim bor. O'sha ishlarni bitishini kutyapman. 28-kuni tug'ilgan kunim, Xudo xolasa tug'ilgan kunimni o'tkazib, 35-bahorda shatda o'zim yurtimda qarshi olib, keyin chiqib ketaman-da. O'shaning uchun mana xotirjam bo'laveringlar, o'zlaringni qiynashlaring shart emas. Bu ketmas ekan, endi videolar qilar ekan, bizni ko'timizni ochib tashar ekan deyishlaring shart emas. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Men ahd qildim ketishga, ketaman. Hech vopros yo'q bu borada. Prosta pasportim chiqishini kutyapman. Tug'ilgan kunim o'tib olishini kutyapman, chunki men dunyoga kelgan kunda u kun, shu taqvim bilan hisoblaganda, u kun men farzandlarim yonimda bo'lishini xohlayman. Bir kichkinagina piknik qilib bir joyda o'tirarman balki. Farzandlarim uchun ham, o'zim uchun ham bir chiroyli xotira bo'lib qoladi. Shuning uchun aytmoqchiman, ozgina toqatli bo'lib turinglar. Aytdim haligi videoda. Sizlarga bu O'zbekistonda shuncha ne'matlarini tashlab ketyapmanmi? Sizlar endi hech bo'lmasa meni shu gaplarimni ko'tarishga majbursizlar. Men o'sha oxirgi video deb qo'ygan videoyim o'zini egalari ko'ryapti. Ko'zlarini yumib olishdi, quloqlarini yumib olishdi. Bu vatan bizardiki, bizardi farzandlarimiz bu vatanda qoladi. Bizardi farzandlarimiz bu tuproqlarda yayrab, yashnab yashashi kerak degan insonlar quloqlarini batamom yopib olib, ko'zlarini yopib olib, o'zlarini eshitmagandek tutishyapti. Bunga ham roziman. Men hech qanday e'tirozim yo'q. To'g'ri ish qilyapmiz deb o'ylasalaring, to'g'ri ish qilyapsizlar. Bugun Vatandosh TVda haligi akamni chiqishlari bor edi. Bugun yana bir marta ko'rdim-da. Erkak kishini zimmasida ko'p mas'uliyati bor deb gapirganda, 20 yillik doktorman, professorman deydilar. 4 million oylikka ishlaymiz, lekin o'sha oylik yetmayapti deyaptilar-da. Men ham xuddi shu narsani ko'tardim. Xuddi shu masalani ko'tardim. Erkak kishi bo'lgandan keyin menga yozay turgan jipiriqlarga aytaman-da, "Sanlar xotin kishidan battarsanlar" deyman-da. Men oilamni saderjat qilish uchun chiqib ketyapman. Gaping bormi?
oilam qiynalmasligi uchun chiqib ketyapman. Men ko'p pul topishim kerak deb chiqib ketyapman. Gaping bormi? Erkak bo'lsang-chi, mana Farg'onadaman. По-любому shunday telefon qil, men telefon nomerimgacha yozib qo'yibman. Telefon qil, mana ko'rishib olaman yo o'zimni sinab olaman desang, men sharttaman. Farg'onada turibman, hali ketganim yo'q. Shu gaplarim nima? Men haligi o'rtacha yashashni xohlamaganim uchun chiqib ketaman debdi. Hozir ham o'sha 1 millionni topib, rasxod qilib, sudralib yurishim mumkin, no, unaqa qilmoqchi emasman. Unaqa qila olmayman. Men mana mardman, shunaqa mardman. 18 yoshimdan beri otamni ishlatmaganman. Dada ishlamaysiz. Men boqaman oilani, hamma yukini, hamma masalani men zimmamga olaman degan insonman. Tushuntiryapmanmi? Mana otamdan so'rashing mumkin, onamdan so'rashing mumkin. Mani ota-onam bir kun shunaqa vaziyat bo'ldi, mashina avariya bo'lib ketgan, pul yetishmovchilik bo'lyapti. Men Farg'onada, ota-onam shatda, onam aytdilar-da, dading Qo'qonga ketaman deyaptilar dedilar. Nimaga ona desam, shunaqa endi borib jinday qurilishda ishlayman deyaptilar, ozgina pul kerak deyaptilar. 40-45 yoshlar atrofida edilar o'sha paytda. Bo'ldi, ona borarlar, faqat meni o'ligim ustidan o'tib, keyin borarlar o'sha qurilishga ishlash uchun dedim-da. Mana shunaqa mard bo'lib, maydonga chiqib, mana shu narsalarni so'rab olgan insonman. Tushunyapsanmi? O'sha menga haligi nomardlar yozyapti-yu, unaqa edi, bunaqa edi deb. Yo'q, mana men yordam beraman o'g'lim, senga ishlab desam ham, yo'q dada, yordamingiz kerak emas. Men o'zim oyoqqa turaman, men o'zim yetqizaman. Ozgina sabrli bo'lib berishlaringni so'rayman xolos degan insonman. Senda shunchalik mardlik bormi? Oldin shundan gapir, keyin yoz. Ko'ting bormi menga yozgani seni? Jipiriq deyman-da senga. Men shunaqa insonman. Men mana ukamdan so'ra meni qanaqaligimni. O'zi aytayapti, aka, nimaga 50 ming so'rasam 100 ming pul berasiz deydi. O'g'il bolani cho'ntagida pul yursin deyman, uka deyman. O'g'limdan so'ra. Sen uchun dading nimalar qilgan deb o'g'limdan so'ra agar. Men oilamni birinchi o'ringa qo'yganman, bundan keyin ham birinchi o'ringa qo'yib, men oilam uchun harakat qilib yurgan insonman. Oilamni qiynalishini xohlamaganimdan o'sha Xorazmga borgan insonman. Oilamni qiynalib turganini ko'rsam o'zimni kechira olmayman, yashalmaydigan insonman. Shunaqa mard insonman. Tushuntiryapmanmi? Mana shunaqa bo'l. Mana shunaqa erkaklar bor bu Farg'onada. Bu tuproqlarda. Mana sallarga o'xshab klavishni orqasiga bekim olib surmaysanmi endi deb o'tirmaydi. Mard bo'lsang-chi, chiqchi mana ro'paramga, shu gaplaringni ko'zimga qarab aytchi. Aytolmaysan sallarga bas. Shundan keyin ham bir narsa demoqchi bo'lsang-chi, men seni chichiqoq deb atayman, tushundingmi? Shundan keyin ham bir narsa deyalsen sen. Mana meni yaqinlarimdan so'ra, bittasidan 1 so'm pul so'ramaganman. 35 ga kirganimcha. Tushuntiryapmanmi? Bittasidan. Chunki men hammasidan biladi, haligi yaxshi pul topganman, yaxshi yashashga harakat qilganman. Dalchi ham shunaqa qilaman. Men o'shan uchun chiqib aytdim, biladi, yetmayapti. Qaranglarchi, nimaga bunaqa bo'lyapti deb. Men ham xohlagan edim, shatda o'zida ishlab, shatda o'zida yetqizaman deb. Yo'q, bo'lmadi. Yetmay qoldi. Men o'sha Rossiyaga borganman. $500 kayib qilganman kuniga. Gap kerakmi? Kartamda istoriyalarim turibdi kerak bo'lsa. Kayibimga $500 pul sarflayman men. Agar kerak bo'lsa sallarga gap. Men shunaqa hayotni xohlayman. Shunaqa bo'lishini xohlayman. Men haligi sumalani biladi,
chekushkani olib olib, sassiq chekushkani olib olib, podyezdda ichi o'tirish emas, $500 pul sarflab kayf qilaman, kayf qilsam. So'raman kiradigan oshxonalardan, qanaqa kayf qiladi bu bola deb. Hamma yo'g'ini attiyda o'qib qo'yaman. O'g'il bolalar biladi. O'zlaringcha gapirasizlar biladi. Nixuya haqlaring yo'q sizlarda. Вообще biladi, gapiradigan tillaring yo'q sizlarda. Nomardlar. Menga haligi kechadan beri aytayapman senga, o'sha yozib turganlarga. Mana chiq zo'r bo'lsang. Lupimga chiq. Men yashagandaqa yashab ol, men topgandaqa topib ol, men sarflagandaqa sarflab ol. Keyin meni ustimdan nimanidir yozishga harakat qil. Yo'q, kuting yo'q deyapman senlarda. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Men qo'limdan kelmay qolganda ko'chaga chiqib bo'lsa ham topib kelaman o'sha pulni. Agar qo'limdan kelmay qolsa. Xudoga shukr, hozir qo'limdan kelyapti. Agar buzaman hamma joyda, meni oilam och qoladigan bo'lsa, senlarga o'xshab bilad o'tirmayman bilad. Meni o'g'lim maktabda o'qiy olmasa-chi, o't qo'yaman kerak bo'lsa. Tushuntiryapmanmi? Bilad. Nima endi meni o'g'lim maktabda o'qiy olmasligi kerakmi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Meni o'g'lim maktabda o'qiydi, kelajakda Garvardda o'qiydi. Mana men senlarga nima deyapman? Men o'g'lim bilan va'dalashib oldim. Meni chiqib ketishga ko'ndirdi o'g'lim. Bo'pti. Dada chiqib ketasan, chiqib ketgan dedi. Bo'ldi o'g'lim, sen aytay turganing uchun chiqib ketaman shartlardan. Lekin men sen ham va'da berasan, Garvardda o'qiysan dedim. O'qiydi. Qarab turgin. Men baqir-chaqir qilib bo'lsa ham, yetkazib bo'lsa ham o'qitaman shu o'g'limni. Chichqoqlar, sanlarchi biladi. Gapiradigan gapim yo'q. Sanlabda yo'lingni ham to'g'rilolmaysan kerak bo'lsa. Gap kerakmi? Bilad, qishlog'ingga kiradigan yo'lingni ham to'g'rilolmaysan. Shaharingga boradigan yo'lingni ham to'g'rilolmaysan. Men o'sha Xorazmga borib keldim. Sizlarda ham ahvol qanaqaligini ko'rib keldim-ku. Sizlarga ham gaplarim bor edi, no kerak emas endi. Ahvollaringni ko'rib keldim-ku, yashash tarzlaringni ko'rib keldim-ku, sharoitlaringni ko'rib keldim-ku. Sizlarda ham gulgumbas-u. Har 500 metrda radar-u sizlarda ham. Odamni bilad, ozgina ruhi, mana shu gaz bossam men ozgina ruhim tezlikdan nima olaman? Ilhom olaman, maza qilaman. Sizlarni gaz bosishga ham bermayapti-yu. Sizlar jim o'tiribsizlar-u. Sizlar mantiskoni muhokama qilyapsizlar-u. Sizlar boshqa narsani muhokama qilyapsizlar-u. Lekin real hayot haqida gapirmayapsizlar-u. Gapirolmayapsizlar-u kerak bo'lsa. Menga unaqa edi, bunaqa edi deb komment yozmay qo'yaveringlar. Yaxshisi hayotlaringga qaranglar. O'zlaringni, bola chaqalaring bilan ovora bo'linglar. Men kimdir ko'rib, menga rahmi kelib yoki bir nima qilsin deb yozmayapman. Men farzandlarim uchun kerak bo'lsa tarix bo'lib qoladi bu narsalar. Shuning uchun yozib qo'yyapman. Mana otalaring mana shunaqa joylardan o'tgan deb ko'rsataman men farzandlarimga. Tushunyapsizlarmi? Otalari qanaqa yo'llardan o'tganligini ko'rish kerak. Otalaring mana shunaqa mard inson bo'lgan deb ko'rsataman. Nomardlik qilmagan deb ko'rsataman. Gaplaring bo'lsa, so'zlaring bo'lsa, mana telefon nomerlarimgacha qo'yib qo'yibman. Telefon qilib, mana yerga chiq deylar. Chiqalmasam bilad yashamayman. Mana chiqalmadi deb video qilib qo'yib tarqatib yuboringlar agar. Mana shu o'g'il bola chiqalmadi deylar.